Assalomu alaykum. Mening mahallam loyihasining navbatdagi soni Chilonzor tumani Dilobod mahallasidan olib boriladi. Jarayonlarni esa kuzatib boring. Ayni paytda mening yonimda mahalla raisi va profilaktik inspektori, qolaversa mahalla yettiligidagi boshqa xodimlar turishibdi. Xo'p, mahalla hozir qanday toifada? Yashil toifada hozir mahallamiz. Qancha vaqtdan beri? O'tgan yil sariqda edik, bu yil yashildamiz. O'sha yil boshidan hozirgi kunga qadar yashilda. Qanday ushlab turibsiz mana shu yashil toifada? Boshqa hududlarda ko'ramiz, jinoyatchilik, huquqbuzarlik sodir etiladi va qarabsizki, qizil toifaga tushib qoladi. Yashil toifada hozirgi kunda biz o'sha mahalla yettiligi bilan prezidentimizning 2026-yil 27-yanvarda o'zlari selektoridan keyin mahallaga endi mas'ul xodimlar biriktirilgan, mahalla yettiligi, mahalla raisi, kengash a'zolari, o'sha oqsoqollar birgalikda kursantlar biriktirilgan, kunlik o'sha ertalabki ishni to'g'ri tashkillashtirilganimizdan rahbarlar topshirig'ini to'g'ri tushunib, to'g'ri yo'naltirganimizdan hozirgi kunda jinoyatlarimiz yo'q. Xudo xolasa bundan keyin ham yil oxirigacha jinoyat bermaslikka harakat qilamiz. Yettili tashkil topilganda aholiga ancha mushkul oson bo'ldi. Nega savol tug'iladi? Chunki yettilikda ham bir tarmoqdan bittadan vakil bor. Ya'ni ijtimoiy xodim, aksariyat ijtimoiy xodim keladi, qariyalar, boshqalar. O'sha vaqtida yettili tashkil bo'lmagan davrda. Vali qariyalar hammasi borardi, boshqarmaga borardi. Bir necha kun qatnab ish bitadimi, bitmaydimi? Hozir vakilni oldiga keladi. 10-15 tasini bitta papkaga soladi, borib hisobot qilib, to'g'rilab kelyapti. Bu qariyalarga ancha yengillik tug'ildi. Shu oldinlari 02 ga qo'ng'iroq qilib gaplashib hal qiladigan bo'lsa, ishni hozir to'g'ridan to'g'ri uchastka vakiliga qo'ng'iroq qilib, shu yerda birgalikda yettilik bilan birgalikda hal qilamiz. Shu muammolarni. Profilaktik inspektori mahalladan chiqmasa va muqim yillar davomida bir joyda ishlashi ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Juda katta yordam beryapti. Chunki bu bolaning tajribasi ham bor. Aholini ham hammasini taniydi. Qaysi qavatda, qaysi domda turishlarni hammasini biladi, kvartiralarning nomerigacha. Chunki tajribasi bor bu yerda. 5 yildan beri ishlayapti shu yerda. Aholining ichida hurmatga ega bu yigit. Yosh bo'lsa ham. Ammo nega hurmatga ega? O'zining mehnati bilan, kecha-yu kunduz yugurish ish bilan, ishga qiziqqani bilan. Yana unisiga bizga juda ham katta yordam bo'ldi. Mana ichki ishlar vakili keldi. U ham o'zimizga o'xshab kecha-yu kunduz shu yerda yuribdi. Juda katta tajribali inson ekan, juda katta foydasi tegyapti unga ham. So'z tugmalari, qolaversa kuzatuv kameralari mahallada necha foiz qamrab olingan? 100% o'sha domlarimiz qamrab olingan. Har bitta domda kamida 6 tadan 7 tadan kamera bor. Hududimizda 10 ta hozirgi kunda ko'cha jamoat joylariga shu so'z tugmalarini qo'ydik. So'z tugmalari o'sha 24 soat mobaynida ishlab, o'sha 3 daqiqadan 5 daqiqa ichida qo'riqlash xizmati xodimlari kelib, ichki ishlar xodimlari shu fuqaroga yordam ko'rsatishga erishilyapti. Hozirgi kunda jinoyatni oldini olishga o'sha fuqarolar to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishiga ham ayni hozirgi kunda qo'l kelayotgan tugmachalardan biri shu so'z tugmasi bo'lib kelyapti. Siz deylik mahallani boshqa bir burchagida bo'lsangiz, boshqa bir burchagida huquqbuzarlik yoki nimadir holat yuz bergan taqdirda ham tezkor harakatlanuvchi guruhlar yetib keladi. Yetib keladi. Biz bo'lsak-u bo'lmasak, o'sha 3 daqiqadan 5 daqiqa ichida fuqarolar keladi, xodimlar keladi, fuqaroga yordam ko'rsatish maqsadida. Jinoyatchilikning oldini oladigan narsalardan bittasi bu bo'ladi. Chunki mana o'g'irlikda yoki masalan kirib beso'roq buyumlar olib ketish holatlari bo'ladi. Tanish bilish ham bo'lsa olib ketganda ham keladi uchastka nozirining oldiga. Shunaqa qo'ydi, unaqa qo'ydi. Aslida olganda tanish olgan bo'ladi. O'shanda ko'rib o'tiramiz, kameralarda nazorat qilgandan keyin xonangizga integratsiya qilingan, ulangan hammasi. Hammamiz uchastka nozirida ham, mahalla raisida ham, xonasida ham, telefonda ham hammasini nazorat qilamiz. Telefonda ham ko'rib o'tirasiz kameralar. Albatta. Qayerda nima bo'ldi? Begona fuqaro keldimi, kelmadimi, to'g'rimi? Zerikmayapsizlarmi? Mahalla tinchmi? Tinch aka. Ha, rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Chilonzor tajribasi bo'yicha mana bir necha oydan beri shu mahallaga biriktirilib ish olib boryapsiz. Qanaqa ishlar amalga oshirildi va qanday natijalarga erishildi? Barcha shu mahalladagi yashovchi fuqarolar bilan birinchi navbatda ularning muammolarini o'rganish, ularda kelib chiqqan muammolari, shu
omillari nima sabab bo'lyapti shu jinoyat bo'lishiga yoki mahalla raisi mana bevosita shu 7 yilni yig'ib turib doim ish boshlashdan oldin 5 minut 10 minut gaplashib oladi, hammaga topshiriqlarni beradi. Shu jarayonda shu nazorat qilib boriladi. Xo'p, jinoyat sodir bo'lishini asosiy omili nimada ekan? Turli omillar bor bu yerda. Buni biz o'rganish jarayonida ko'rdik. Masalan, oilaviy janjalkash oladigan bo'lsa, hech hisobda turmagan, bizani nazoratimizga tushmagan, bir arzimagan bir shu spirtli ichimlik ichib qo'yapti. Bir Opa, bu qaysi xonadondan chiqyapti? O'zi ham bilmagan holatda shunaqa jinoyat sodir etib qo'yapti. Profilaktika inspektor mana shu hududda mana kelgandan beri mana 5 yil bo'lgan bo'lsa, eng asosiysi 7 yoshdan 70 yoshgacha taniydi uni fuqarolar. Kimni ko'rsa so'rashadi, kimni ko'rsa taniydi mana. Assalomu alaykum, Xormay. Assalomu alaykum. Botir aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hadi hormay. Charchamadingiz? Har doim mana shu tozalab yurasizmi? Suvlar sepib? Ish yoqqan vaqtda, tong azon. Bo'sh vaqtda men tozalamay lechiniyaga chiqaman davolanishga. Asob tinglashtiradi, zaryadga. O'sha zararga ketmaydi o'sha narsalar, foyda uchun. Inspektor taniysizmi? Ha? Mahalla inspektorini taniysizmi? Ukam bo'ladi. Biror narsa siz darrov men telefon qilaman. Ha, o'ziga? Ha, o'ziga shaharda chaqirtiramiz. Yana mana bu donda oldi, hamma sog'liq uchun qilingan. Ay, hozir. Mana katilni. Ha. Ko'rdingizmi? Hay. Avtonomnida bu. Mana oldin qanday bu 16-yil. Mana shu joyda. Anchagina obod bo'libdi. Endi harakat qilamiz. O'zingiz yashang. Bog'lab qo'yganlar yaratganlar. Mana bularga kamplik mahallaga rahmat. Ana shu mahalla yaxshi bo'lsa, bitta narsa hayot qonuni. Agar boshingizda siz yomon ko'rgan odam tursa, ishlab tursangiz, ishni tashlaysizda lapat ketasiz. Agar yaxshi hurmat qilgan odam uzoqdan bir o'tsa, ko'rib qolsangiz, kuchingizga 10 barobar kuch qo'shiladi. Bizda mahalla xalqi tushlik kamlik. Bu chinakamiga farovon mahallaligiga o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik va amin bo'ldik. Azizlar, bu galgi ko'rsatuvimiz soni ham o'z nihoyasiga yetdi va keyingi haftada ko'rishguncha omon bo'ling.